Chiqindilarni boshqarish sohasida nazorat kuchaytirildi. O'zbekistonda 27 ta hududda sifatsiz ko'rsatilgan sanitar tozalash xizmati uchun 11 ta sanitar tozalash korxonasi jarimaga tortildi. Gap shundaki, chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi joriy yilning aprel-noyabr oylari doirasida sanitar tozalash korxonalari faoliyatini yangilangan mezonlar asosida baholab bordi. Monitoring natijasida respublikaning jami 105 ta sanitar korxonasi reytingdan o'tkazilib, ulardan 41 tasi yashil, 53 tasi sariq va 11 tasi qizil toifaga kiritildi. Sizga ham hududingizda ko'rsatilayotgan sanitar tozalash xizmati sifati qiziq bo'lsa, unda videoni oxirigacha ko'ring. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentyabrda 149 farmoniga asosan sanitar tozalash korxonalarini samaradorligi baholab borilmoqda. 2025-yil 1-noyabr holatiga 105 sanitar tozalash korxonadan 41 tasi yashil, 53 tasi sariq, 11 tasi qizil toifada baholangan. Baholash natijalariga ko'ra, 6 oy ketma-ket qizil toifada qayd etilgan sanitar tozalash korxonalariga nisbatan bitim shartlariga asosan jarimalar qo'llanilgan. Bunda jarima bitim shartlariga asosan aksiyasiz ushlab qolinadi. Shuni ta'kidlash joizki, sanitar tozalash korxonalari sentyabr va oktyabr oyi yakuni bilan ham o'zgarmagan. Farmon talablariga ko'ra, jarima qo'llanilgandan so'ng 3 oy ketma-ket ham qizil toifada bo'lgan sanitar tozalash korxonalari bilan bitim shartlari bir tomondan bekor qilishi ko'zda tutilgan. Reyting tizimida yashil toifada qayd etilgan sanitar tozalash korxonalari bilan agentlikning taqdimnomasi va mahalliy kengash qarori bilan avval biriktirilmagan hududlar biriktirib berishi mumkinligi ko'zda tutilgan.